Leksemizden devamı hürmetli vatandaşım. Endiki mavzu Cungo'da öy imaret sodisi kontrollükni yo'qotdi. İşsizlik, kasatçılık, o'tiri burjuaziya ümitsizlendi. Gumran buluş payti yetip geldi mavzulu haber 10. ayının 5. günü boşun tor betida e'lon qilingan. 2016 yılı Cungo'da öy imaret sodisining belgilik tarifini belgilaydigan bir yıl bo'ldi. Çünkü mushu yılda öy imaret xo'jayini Wang Jellin mu itiraf qilishga majbur bo'ldiki, Cungo'da öy imaret sodisi mazg'abchilik insoniyat tarixidagi eng zo'r mazg'abchilik degan bir davrga kirdi. Bo'libmi yaqin 2 oydan beri öy imaret bahası uçqandek o'rladi. Kişilerin kalp müdafiyası allaqachon bösüp ötdi. Kişilerin kalp müdafiyasını allaqachon bösüp ötdi. Arqadan haberler kelishga başladı ki, ameli gavdi iqtisod bilekdirdim bozorga chiqqan bir net 100 şirketinin algan paydası Beijing'de bir egiz öy setib olishga paylamidi. Ameli gavdi iqtisod deganda masalan yezilik sohasi, chorvachilik sohasi, po'lat temir sanoat sohasi, bog'bonchilik sohasi degandek shunday sohalarni endi u tijorat xarakterida davomli mavjud bo'lib turgan amaliy gavdi iqtisodiy gavdilarni deydi. Mo'shunda bir necha 100 shirkat bozorga chiqib, yana bozorga kirib topgan paydası deydi. Beijing'de bir egiz öy setib olishga paylimi deydi. Bir yurish, bir egiz öy setib olish bilan bütün şirketni paylamidi. Arkadan paylamidi. Amaliy gavdi iqtisod algan paydası Beijing'de bir egiz öy setib olishga paylamidi. Bir yurish, bir egiz öy setib olish bilan bütün şirketni qutqizib olg'ili bo'ladigan olib kelib qoldi. Masalan, shunda payda bo'lsa, bir yurishda necha egizlik öйni setib olib, shuni ijaraga bersangmi, shuni bilan shu shirkatlarni qutqizib oladigan bir hol kelib qoldi dedi. Cungo'da yuqoridan tumangacha aldirab tinab öy setib olish kayfiyati o'rlagan. Bo'libmi o'tgan yildan boshlab öy bahası o'rlagandan keyin öy setib olish dolqini ko'tarilgan. Bu hazır Beijing'de, Cungo'da acayip bir ağır ahval. Öy setib olish, talab bulab setib olish. Enandaki yakında Cungo hükümeti nima qildi? Setib olishni cheklash. Setib olishni cheklash deydigan bir siyosatga chiqadi. Bununla öy bahasını o'rlab ketishini tizginlamoqchimi yoki boshqa maqsad bilan qurilmaydi. Biroq öy imarat bahası ahiri Cungo tayinadigan birdan bir iqtisod, Moşu'nun iqtisadi ya iqtisodning yo'nalishi Cungo iqtisodiga nimalarni elib keladi degan narsani tahlil qilyapti deyapti. Öy bahası 56 ay o'rladi Cungo'da. Davlat darhol makrolik tangshashni ish qilib, bankdan qarz berishni azaytdi. O'ylamagan bir taraf shuki, bu yil 7-8 oylarda öy imarat bahası yana o'rlagandan keyin har qaysi joylarda öy bahası o'xshashla 60% o'rildi. Shenzhen shahrida o'tgan yilga solishtirganda bir hassa ko'p o'rlagan bo'ldi. Öyning bahası kişilerin keriminden alqib ketdi. Bu Cungo öy imaret ticareti asla ko'rilib bakmagan bir iş idi. Amaldarlardan tartib xalq arasıgacha matbuotlarda ham har xil ümitsiz sadalar ko'tarildi. Tahlil maqolalar plan qilindi. Kişiler mazatut iqtisod yemirilgandan keyin, kişiler mazg'ab iqtisod yemirilgandan keyingi vaziyatni hozir qo'rqinish, andisha ichida tadqiq tahlil qilishga boshladi. Ba'zilar qechishga, iqtisodni yo'tkab ketishga, dollarga ayrılışlaşga, dollarga tegishga boshladi. Cungo iqtisodining davolg'ish yuzlanish pardasi ko'tarilamdi. Cungo öy imarat bozori davrinishdan oldidagi eng oxirgi paxolni uchirib ketamdi yoki qanday. Masalan, Cungo'da öy imarat tavrinishi, himmat bozoridagi tavrinish to'g'inin oldidagi samanni yoki eng oxirgi paxolni uchirib ketalamdi yo'q. Yoki eşinde mablag'ga tayinib, yana bozorni bir necha kun kontrol qilib yashayalam. Hozir Cungo'da öy imarat yoki iqtisodning ahvoli mush holga keldi deydi.